Jilovni erkaklar qo'lga olish kerak. Erkaklar qo'lga olish kerak. Bir yigitni otasi keldi. Aytayaptiki, "Qora aka, men o'g'limni chaqirsam, bir suhbat o'tkazsangiz." Nima masala desam, "O'g'limizni uylantirishimiz kerak." O'g'li aytibdiki, "Falon joyda to'y qilamiz" debdi. Kechki bazm bo'lar ekan. Falonchi haligilari hofizlari aytamiz debdi. Bolam, sen aytgan joyda qurbimiz yetmaydi-ku, u baland joy-ku. Sen aytgan odamlarni ham chaqira olmaymiz. Yo, o'rtoqlarim hammasi o'sha yerda qildi, 3-4tasi o'sha yerda qildi, men ham endi o'sha yerda qilishim kerak. Qanaqa qilamiz? Qani aytishqani bolam debdi. O'zi to'yni zo'rg'a amallayapmiz. Men bir joydan pul topaman qarzga debdi. Keyin sekin qutulib ketamiz debdi. Qanaqa qutulasan debdi. O'zi oladigan oyliging ertaga oilangiz zo'rg'a yetsa, qaysi pulga qutulasan debdi. Yo'q debdi, bir amallayman, pul topaman. Yo'q, olmagin debdi. Yo'q, topaman debdi, olaman debdi. Keyin aytibdiki, otasi, bo'lmasa debdi, bitta chora bor debdi. Mana shu onang ikkalamizni debdi, bir odam topgin, 1 yil mardikorlikka bizani sot debdi. Oldindan pulini olgin. Biz o'shalarga er-xotin, ota-onang 1 yil mardikor bo'lib ishlab beramiz. Sen shuni pulini oldinroq olgin debdi. Mayli, keyin o'sha yerga borib to'y qilasan deb shu gapni gapirib qaytaraman desam, hozir 3 kundan beri gaplashmayapti men bilan. Gapimga quloq solmayapti. Shuni chaqirsam billa kelsak bir nasihat qilasizmi deb. Bechora ota bolani yo'liga sola olmayapti. Bu nima degan gap bu? Qarzga to'y qiladimi? Ota-onani norozi qilib to'y qiladimi? Bugun biz ommatan shu gapni hamma joyda gapirishimiz kerak. Bu ishlardan to'xtashligimiz kerak azizlar. To'y bu xursandchilik axir. To'yni ketidan xafa bo'lib yurish kerakmi? Tashvishda qolish kerakmi? Bir odam to'y qilib qiyinchilikda qolib ketish kerakmi? Shuning uchun to'y qilinadimi? Qarzga botib, keyin shu qarz yukini yelkasiga ortib, shuning uchun to'y qilinadimi? Holiga yarasha qilish kerak-da axir.